Hürmetli vatandaşım, sizler bilen birlikte bir analiz kılaylı, tahlil kılıp bakaylı. Ve sizlerge ma'lum 2012 yıllardan başlap neme dedik, Senkaku ardısı, Senkaku takımları Japonya Jungo münasebeti dep sözlep geldi. Onun dinki 2015, 2014'lerden başlap neme dep sözlep geldik. 2014'ten başlap neme dedik, Şangang'da umumi saylamlı yol koyuş. Cumhurbaşkanı igellaş hareketi dedik. Tayvan'da aptapara hareketi dedik. Muşuna hareketler qo'zg'alib keldi. Ondan keyin nima dedik? Ondan keyin Janubiy dengiz dedik. Janubiy dengiz 15-2016 dedik. Endilikda 2017 yil yetib keldi. Endilikda biz nima davatimiz? To'g'ri betirdi elipsilarga. Hozir Jungoning milliy burjuyaziyasi, milliy burjuaziyaning yangi milliy burjuaziyaning qahramoni Dovingoy. Govingoy hozir o'ttirg'i chiqdi. Hozir Govingoy birinchisi chet elda kishilarni yak jamoat fikrini o'ziga jalb qildi. Shundaqla hozir Govingoy vatan ichidagi yoki Jungoning ichki qismidagi vatan ichidagi Jungoning ichki qismidagi aktivlarni yoki jamoat fikrini o'ziga jalb qildi. Bu odam keyingi 5-oy, 4-oylardan boshlab material pash qilishga o'tdi. Hozir bu Govingoyni biz nima deb tasvirlasak arziydi. Ya'ni Jungo yangi milliy burjuyaziyasining qahramoni. Jungoda yangi milliy burjuaziya hozir siyosiy sahna talab qilyapti. Yoki Jungoda yangi milliy burjuaziya hozir uyg'onib, Jungoda feodal sotsializmni tuzumni og'dirmoqchi bo'lyapti. Kompartiya bir partiyaning hokimiyatini oxirlashtirmoqchi bo'lyapti. Bugungi Govingoyning shoari nima? Govingoy dediki, men partiyaga qarashtirayotganim yo'q. Men shundaqli Jungoni bir qalaymaganchilik ichiga so'rab kirganim yo'q. Yoki bir to'qinish ichiga elib kirganim yo'q. Mening ta'kidlaydiganim faqat qonun bilan davlat boshqarish. Biz qonun qaytib kelaylik. Yoki qonun bilan davlat boshqarish 3 huquqni ayirib o'tish. Ko'p partiyalik tuzumni yo'l qo'yish. Balki Govingoy shundaq demasimi, Govingoyning mushu so'zidan qonun bilan davlat boshqarish deganidan ko'p partiyalik tuzumni yo'l qo'yish o'ttirg'i chiqadi. Men partiyaning hukmronligini og'diraman deganim yo'q dedi Govingoy. Qonun bilan davlat boshqarish. Biroq Govingoyning pash qilayotgan material pash qilayotgan hokimiyat ichidagi hokimiyat o'rin turgan Jungoning yuqori darajalik amaldorlari. Biz o'tganda sizlarga so'zlab o'tdik, hurmatli vatandoshim, Vanda shirkati, Hayhang shirkati, Hayhang shirkati, Ambang shirkati. Bu shirkatlar kimning kontrolligida? Kim kontrol qilyapti? Hozir Govingoyning material pash qilishi orqali hatto chet eldagi nurg'un chet el davlatlarining shirkatlari. Masalan, hozir Germaniya bankisi Hayhang shirkati bilan Jungoning Hayhang shirkati bilan munosabat qilganmi yo'q? Munosabat qilgan organlar bo'lsa, uni tekshiryapti. Hozir Amerika Volkochsidimi shirkatda cho'ng shirkatlar Hayhang bilan munosabat qilgan kishilar bormi yo'q? Hozir ularmi sal o'zini tutib turib Hayhang shirkati bilan Jungoning muomala qilishga o'tdi. Undaq aytganda hozir Govingoyning material pash qilishi ham mamlakat doiralik, ham xalqaro saviylik darajaga ko'tarildi. Demak, bu yerda bir gap, Jungo hokimiyat beshida turgan odamlar, saq odamlarmi, sap odamlarmi, axloqli odamlarmi, qonunni taniydigan, qonunni hurmat qiladigan odamlarmi, yoki bu odamlar qurgan hukumat turayotgan boshdagi hukumat bu qonunliqmi emasmi? Jungo fuqarolarining buningda xabari bormi yo'qmi? Vatan degan nima? Davlat degan nima? Davlat qanday qilish kerak degan mazmunlarda hozir Govingoy apandi shu darajaga yetdiki, bu kishining yaqinda so'zlagan so'zlari yaqinda Jungoda pul muomala sohasida o'zgarish bo'ladi. Yaqinda Jungoda o'ymilik tijorat sohasida o'zgarish bo'ladi. Şuna yaqinda diqqat dediki, Govingoy ikkinchi qatim so'zladi, bugun yana so'zlabdi. Diqqat dediki, qo'linglardagi naq pulga diqqat qilinglar, Jungo fuqarolari, Jungoda intayin zo'r iqtisod sohasida o'zgarish bo'ladi. Bugun Govingoyning so'zlagan so'zlari mamlakat ichiga kirib qoldi, to'g'ri betir kirib qoldi. Hozir Hanzo fuqarolari, Hanzo jamiyat, Hanzo jamoat fikri oldida Govingoy alohida bir jamoat fikri tayyorladi. Hozir endilikda uning chet elga chiqib, biz demokratlar deb harakat qilganlarning harakatini bir shaxs Govingoyning harakati hammani besib tushdi. Demak, shaxs tarixni yaratdi. Tarixni yaratuvchi shaxs faqat bir shaxsdir deydigan qarashlarni Kompartiya hozirgacha
burjuaziyaning tarix qarishi deb tanqidlab kelgan edi. Bugun hozir nima bo'lib o'tadi? Masalan, alayli Govin Goyga qo'shilib, Jungolik eng cho'ng savdogar, masalan, chet elga mablag' solayotgan eng cho'ng savdogar, yaqinda prezident Trumpning qabul qilishiga erishgan eng cho'ng savdogar Mayun apandi o'zining Shangangda setib olgan gazeti, Janubning Sahari gazetida Reis Xi Jinpingning eng yaqin odami, hatto uni xuddi ko'rakka qatnashtirgandek yoki tasdiqlashni kutib turgandek, tasdiqlashni qabul qilgandek bu kishini Reis Xi Jinping Li Jianshuni Moskvaga 3 qatim avatgan edi. Prezident Vladimir Putin bu odam bilan 3 qatim ko'rishgan. Xuddi Vladimir Putin, prezident Vladimir Putin tasdiqlab turgandek. Hozir Mayun apandining gazeti Janubning Sahari, Shangangdagi Sahari gazeti Li Jianshuning oila tavobotining xiyonat va chiriklashish tarixini gazetada e'lon qilib o'tdi. Gazetada e'lon qilib o'tdi. Bu yerda hozir Govin Goyga material pash qilish jihatda Mayun qo'shildi degan gap Jungoning iqtisod vaziyati. Mayun cho'ng shirkatning Alibaba degan cho'ng shirkatning direktori Mayun qo'shildi degan gap hozir iqtisod sohasida intayin zo'r tavrashning Jungoga yetib kelayotganligini ko'rsatdi. Biz o'tganda marksizmchilarning ko'z qarashi bo'yicha siyosat iqtisodning canlıq ifadesi ya merkezleşken ifadesini dep kelgen idi. Demek iktisat puttirep turalıysa sen de siyaset puttirep turalaydı. İktisat puttirep turalmasa sen de siyaset getidi. Efendiler hazır Jungo'nun vaziyeti, içki vaziyeti iktisat sahası da Govin Goy paşkılıvatkan materyallar asası da. Mesela biz ötkeli sizlerle sözde öttük, kıskıça. Bugün Govin Goy'un yani şunu tanıştırdık. Hazır Govin Goy puhta kadem, puhta asas, puhta natıklı kabiliyeti bilen hazır Jungo cemiyetini kontrol kılış. Ya cemaat fikir bilen kontrol kılış. Adalet bilen kontrol kılış. Prensipi əgəşdiriş. Prensipi köndürüş. Prensipini sözlütüş. Prensipini Jungo halkı ögütüş. Çünkü Jungo halkı fırsat neyma. Prensipini bildiğin halkı emez. Ben başını ahır dep geldim o. Nopozga cho'qinadiki haqiqatga, adolatga, kelgusiga, g'oyaga cho'qinmaydi yoki bu to'g'rida izlanmaydi. Haqiqat to'g'risi izlanmaydi Jungo xalqi. Hatto Govinga avval so'zlagan so'zi o'zimi shundoq dedi. Har bir Jungolik to'ga qo'sh. Afrika qit'asidagi to'ga qo'sh. To'ga qo'sh qumga beshini tiqib olib, jahonning har qanday qarang cho'ronglaridan o'zini saqit qiladi, hamda g'avg'oda o'zini chetga oladi. Jungoliklar hammani bilib turib to'ga qushdek qumning ichiga beshini tiqib oldi, tiqib olmanglar. Vaziyat keldi, biz sizlar uchun so'zlayapmiz deb Govin Goy o'zi shundoq degan edi. Hozir Govin Goy shu Govin Goy Jungo jamiyatini o'yg'at. Ya'ni Jungoda yangi burjuaziya yetilib keldi. Jungoda yangi burjuaziya siyosiy sahnaga chiqmoqda. Jungoda yangi burjuaziya feodal sotsializmni inkor qilmoqchi. Jungoda yangi burjuaziyacha tartib, siyosiy tuzum va jamiyat tashkillamoqchi bo'lyapti. Qo'llaymiz Govin Goy apandi. Sizning barliq faoliyatingizni biz Uyg'urlar qo'llaymiz. Biz qo'llaymiz sizni. Siz to'g'ri qilyapsiz, to'g'ri so'zlayapsiz, to'g'ri yo'lda menyapsiz Govin Goy apandi. Enlikdeki ikinci tahlilimiz Hindistan Jungo to'qinishi degan zada qanday to'qinish vatandaşlarım. Bunu da tarixdagi 62-yilning bo'lgan u qo'yib turayli bundaq gaplarni. Siz shunga diqqat qiling ki, bu qatimki Hindistan Jungo to'qinishi mening qarashimcha undaq oddiy to'qinish emas. Oddiy to'qinish emas. Boshda biz ko'rib o'tdik. Jungo bermadi bir port yasadi dedi. Jungo Sri Lankada Hambantur deydigan bir portni yasab chiqdi dedi. Jungo Pokistonda Gwadar portini yasab chiqdi dedi. Siz shunga diqqat qiling hurmatli vatandoshim. Gwadar porti Qashqar rayoniga tutishdi Uyg'urning vatani. Temir yo'l tatamdi bu yo'lga tash yo'l tatamdi bu keyingi gap. Lekin bu port bilan Qashqar rayonini tushuntirish, tashtirish uchun Jungo bak ko'p harakat qildi. Hatto Qashqar shahrida butun chiqib o'tdi desangiz bo'ldi. Biroq bu yerda yana shundoq bir qismatli hikoya bor ekanki, Char Rossiya davrida yoki shu Rossiyaning Peter zamonidan tortib, shunda qizil siziq, ko'k siziqlarni sizib, Pokiston orqali Afg'oniston orqali kechiringlar. Afg'oniston orqali Hindi okeanga chiqish, to'nglamas portdan birini izlab tepish uchun shuncha tirishchanlik ko'rsatdi hurmatli vatandoshim.
Hatta Rossiya şu vaqtgacha Rossiya İran bilan birlashib 19-asrning 30-yillarida Afg'onistonni egallamoqchi bo'ldi. Rossiya egalladi, Afg'onistonni egalladi. İran bilan Çar Rossiya birlashib egalladi. Shu orliqda Afg'onistonga singib kirman deb aytgan Angliyani Afg'onistondan qo'g'lab chiqadi. Şu yıllarda Angliyaning padişası, ayol padişası Elizabeth nima degan edi? Qaytinglar. Angliyaliklar sizlar Afg'onistondan qaytib chiqinglar. Ba'zi qachoniki Rossiyaning peshonasidagi baxt toji, ya'ni podshohlik toji yerga tushgan vaqtida biz Afg'oniston qaytib kelamiz degan edi. Rash shundoq bo'ldi. Yani Rossiyaning peshonasiga toj, baxt toji, podshohlik toji tushdi. Gorbachev bu davlatni parchaladi. Yoki prezident Reaganning bir chaqiriqi bilan bu davlat parchalanib ketdi. Toj beshidagi saltanat toji yerga tushib ketdi. Shuning bilan G'arbning armiyasi, Amerika armiyasi, Hindiston va Angliya armiyasi, shundaqla NATO orqa-orqada Afg'onistonga kirdi. Afg'oniston kirdi. Hozirgi tahlilimiz bo'yicha Afg'onistonga demokratiya elib keldi deydi. Lekin Afg'oniston hozirgi tinchimayotdi. Biroq keyingi vaqtlarda Amerikaning O'rta Osiyo yoki Afg'oniston qiratgan siyosatida bo'shash borliq keldi. Bo'shab ketdi. Amerika Afg'onistonni markaz qilgan holda O'rta Osiyoda tura olmadi degan gap. Endi qaytib kelaylik, agar Xitoy hukumati bir yo'l bir balvoq siyosatini yo'l qo'yib, O'rta Osiyoga singib kiralaydiganlar bo'lsa, mush ishni ishga oshira oladiganlar bo'lsa, u vaqtida Peterning tushi, ya'ni Afg'oniston orqali Hind okeaniga chiqish bir tarafda qilib, Jungo Xitoy hukumati butun O'rta Osiyoni Qashqar orqali Gwadar porti bilan tutashtirdi. Bunda qilganda butun O'rta Osiyoni Gwadar porti Qashqar orqali Gwadar porti va Hindiston, Hind okeaniga olib chiqildi. Bu vaqt buning yordami Jungoning O'rta Osiyoga yordami intayin zo'r yordam bo'ladi. Shunda faraz qiling do'stim. Shunda bo'ldi. Demak, bu yerda Peter Afg'oniston ortiq Hind okeaniga chiqamadi, balki Jungo Qashqar orqali Hindiston, Pokistonning Gwadar porti orqali Hind okeaniga chiqdi degan. Endilikda hozir siz qarang, faraz qiling, Hind okean bu jo'g'rafiy jihatdan Hindistonga foydali ekan. Qanday foydali? Bugun Sri Lanka, eng janubdagi Sri Lanka harbiy port yasadi Jungo. Demak, siz Hindiston qurshovida qoldingiz. Bugun Burmaga port yasadi Jungo. Demak, siz Hindiston qurshovida qoldingiz. Gwadar portini yasab chiqdi. Bu harbiy port ulamdi, savdo port ulamdi, qat'iy nazar portni yasab chiqdi. Demak, Hindiston siz shimol tarafdan, sharq tarafdan, janub tarafdan butunlay hozir